Tasavvur qilsizlarmi o'rtoqlar? 200 ming dollarga yaqin bo'lgan tovarlarni bolalar shipalag'ang qilib tashlashibdi. Biznes bo'lsa qilaman deb uyda yig'ib qo'ygan pulingizga mana shunaqangi supermarket taklif qila olamiz. Shuncha narsasi bilan osmon narxidan keladi deysizlarmi? Yo'q. Bitta kalla qo'ydim, chiroyli narx qilib beraman dedi. Har bitta narsani alohida narxini ham chiqarib qo'ydi. Shu darajada yangi 1.8 li vitrinli xolodilnik, hattoki nakleykasini ko'chirishga uspet qilishmagan 800 dollar. 12 ta bor. Vitrinli xolodilnikni giganti 5000 dollardan kamiga topolmaysiz. Siz uchun 2500 dollarga mana shu 5 metrli komplektni baraka qilib qo'ydik. Morozinlik kerakmidi? Rossiyskiy bo'ladi. Mana shu xolodilnikni ham 1400 dollardan kamiga topolmaysiz. Siz uchun 900 dollarga baraka qilib qo'ydim. Ochilishlari ham akkuratli, pompisi ham bor. Buni sifatini ko'ringlar. Ikki tomonligini metrini 100 dollardan, bir tomonligini 70 dollardan. Do'konda juda ko'p narsa bor. Chiller sistemasi 33 ming dollarga to'g'ri kelgan ekan. Siz uchun 25 ming dollarga berib yuborishga tayyor. 125 kilovatli katta generatori, bitta supermarket uchun kerakli eng kichkina kolonkalardan gayka boltlarigacha tayyor turibdi. Kassa apparatlari, ofisda kompyuterlar, narsalarimiz juda ham ko'p. Savdo, naqd yoki перечисленияda bo'ladi. Aka juda bag'ri keng odam ekanlar. Har qanaqasiga yurib beraman dedilar. Yoki bu yaxli sotiladi yoki donalab sotiladi. Bu videoni mana shunaqangi biznes qilaman deganlarga fitillatib jo'natinglar yoki kommentariyada belgilab ketinglar. Manzilimiz Sergeli hokimiyat ro'parasi Optimart. Xizmat bo'lsa mashetdamiz. Ke. Bo'lganda mana shu biznesni sotuvga qo'yganimizga 90% sotilib bo'ldi-da. Mana shu katta ishlarni boshlamoqchi bo'lganlar, boshlab nimadir sabablarga ko'ra boshqa ishga o'tib turganlar. Biz aloqadamiz, biz xizmatdamiz. Sotyapti turgan aka. Nima bo'ldi aka? Zo'r aka. Telefon tinmayapti lekin. Mana olgan odam o'zlari. Rahmat, foydalandik. Instrumentlar ochuvdik. Selejlar kerak edi. Mana shu morozinliklar 900 dollardan qo'ydik. Mana akam olibdilar. Birsini ustiga qo'ygan yo'q-a? 900 dollardan oldik. 900 dollardan. Nechta oldik? 8 tasini baraka qildik. Shunaqangi biznes ochmoqchi bo'lgan, ko'p tovarlar olib kelib qo'ygan. Xullas bizning xizmatimiz kerak bo'ladigan har qanaqangi odamga mana shu videoni jo'natinglar. Kommentariyalarga yozinglar, yurechalar beringlar, olovchalar beringlar. Biz sizlar uchun xizmatdamiz. Bilaman, aylanmay qoldi. Anaqa skidkaga biz maza qilmaymiz. Optimarketda ham tugatdik. Xizmatimizdan rozimisiz? Rozimiz aka, rozimiz. Podpiska qilib qo'yinglar. Xizmat olsa chetdan. Tasavvur qilsizlarmi o'rtoqlar? 200 ming dollarga yaqin bo'lgan tovarlarni bolalar shipalag'ang qilib tashlashibdi. 2 soatga qolmadi. Men gapira olmayman. Soxtaka, rangingiz qursin. Bu odam yetkazib bera olmagan prosta nima qilayotganini. Qisqasi tushunmayapti, asosan qilmayapti. 3-4 oy oldin mana shu blogerlikni boshlashdi. 5 oycha bo'ldi. Vot endi yorvorishyapti ko'z tegmasin. Albatta, har bittalarning bu yerda podдержкаlar muhim bo'lyapti. Reklama qilgan narsalarni, tavsiya qilgan narsalarni odamni olyapti-da. Sababi narxini arzon qo'yapmiz, maksimal darajada tirishyapmiz. Mana shu bola kurashyapti bu bo'yicha. 24 soat telefonda gaplashyapti shu bola. Uydagilardan voz kechyapti menimcha. 6 soatga olib ko'rdingiz ahvolini. Qisqasi shunaqa gaplar o'rtoqlar. Gap bo'lishi mumkin emas bolalar. Молодец. 300 ming dollarlik narsa sotish bu не каждому. Hammani ham qo'ldan kelmaydi. To'lka gaz, to'lka aloqa chiqaverasizlar xizmatga. Bo'lib sotib yuboramiz. Xohlasangiz Optimga ham sotib yuboramiz. Xizmat olsa sotamiz.